Palach qiz o'zining 18 yil yegan dori botilkasining ostida yana bir qavat belgi borligini tasoddifiy bayqab qoldi. Lekin u un chiqarmay apsi ilib kelgan dorini davomli ichdi. Apsi ketgandan keyin u ig'zidagi dorini chiqarib etib, buning zodi qanday dori ekanligini ko'rib boqmoqchi bo'ldi. Bu qizning ismi Xiaomei bo'lib, aql bilinmasi 280 ga yetadigan yuqori darajali talant egasi edi. Dadasi kichikdilla olamda o'tgan bo'lib, onasi bilan birga turmush kechirdi. Balki qizning aql bilinmasi ortiq bo'lish sababidan bo'lsa kerak, qizning ikki puti palaj hamda ig'ir siqqa kesili va diabet kesili giribdor bo'lib, faqat dori orqali hayot kechirishga majbur edi. Gerçi dorilarning bahosi intayin qimmat bo'lsa-mu, ammo onasi qilcha ikkilanmay har kuni jafo mushaqqatdan qo'rqmay sirtqa chiqib xizmat qilib, jinining barcha pul tepib qizini davolatdi. Xiaomei o'z g'ayrati bilan maktabda o'qiy olmasmi, ammo yuqori aqliy iqtidori bilan mashinasozlik tadqiqot safarda borgan sari o'zini mukammallashtirib, necha yoshli Xiaomei bir necha turda patentga erishdi. Shundaqla o'zligidan o'rganish orqali bu yilgi oliy maktab imtihoniga qatnashdi. Imtihondan o'tgandan keyin oliy bilim yurtiga birib bilimini cho'nqurlashtirmoqchi bo'ldi. Opsimi endi pul uchun g'am qilmaydigan bo'ldi. Aslida kunlari mushundaq borgan sari yaxshilandi deb o'ylagan bo'lsa-mu, lekin tuyuqsiz yuz bergan bir ish ikkalani tinchlantirmadi. Turmushi uzul kesil buzildi. Qizchaq onasi telefon qilgan fursatdan foydalanib o'g'irliqcha oshxonaga kirib bir necha parcha shokolad ilib yemoqchi bo'ldi. Bu qizchaqning eng yaxshi ko'radigan yemeklik edi. Lekin diabet kesili sababdan onasi uni qattiq kontrol qilib hamma ishlar o'ngishli ilib bo'layotdi. Lekin u o'zining dorisining ustiga onasining ismi yozilganligini bayqab qoldi. Disiplinni xohlagancha qalaymagan hissa odam o'lib ketdi. Kechda u onasining ko'nglidagi gumonni so'rdi. Onasi savarchanlik bilan dorixonliklarning ismini xato yozib qo'yganligini aytdi. Xiaomei ortiq gumonlanmadi. Qandaqli bo'lsin, hech qanday ona o'z qiziga ziyankesh qilmaydi. Atsi onasi davomli sirtqa chiqib ishlayotganda bekorchilikda Xiaomei tuyuqsiz tunuganki dorini esig ilib, haqiqiy ahvolni aniqlash uchun u o'zi yasagan mashina bilak bilan dorini ilib, hamda ichishga sirtdan tuyuqsiz yuk mashinasining ovozi anglandi. U darhol binodan tushib, oliy maktab qabul qilish uqtirishimi yo'q ko'rib boqmoqchi bo'ldi. Natijada dal onasi bilan uchrashib qoldi. Titit bo'layotgan qizchaqqa qarab onasi hammani tushundi. U amalsiz kulib qo'yib, qiziga ham oliy maktab o'qitishni o'zining tunji bo'lib ko'rganligini aytdi. Qizining ruhi tushgan holda hujrasiga qaytib kelib, bayqi dori qutisini ilib davomli kuzatdi. Yo'siz dori qutisida yana bir belgi borligini bayqadi. U titrgan holda belgini yirtdi. Biroq ostidagi belgi sirtida yana onasining ismi bor edi. Kechda onasi dorini yana bir qitim ilib kirdi. Lekin bu qitim qizchaq yemidi. U bu dorini tekshirib bakmoqchi bo'lib, u onasining uxlayotganligidan foydalanib chaq o'rniqda o'tirib birinchi qavatga tushib dorining tarkibini tekshirib bakmoqchi bo'ldi. Lekin halit yurishuki uydagi to'rt tuyuqsiz uzilib ketdi. Qiz ko'p o'ylashga ulgurmayla, oldirib uyga qaytdi. Keyinda bir jup ko'zining uningga tikilib qarab turayotganligiga butunlay diqqat qilmagan edi. Atdiganda ana bola ikkisi xushal holda nashta qildi. Apsi ixtiyorsiz holda uningdan tunugun kechda kompyuterni ichib nima ish qilganligini so'radi. Endi javob bir deyishiga tuyuqsiz bir narsa esiga kelib, u darhol o'zini uqtirishning qayerga kelganligini ko'rib boqsi borligini aytdi. Amsi tamkin qiziga qarab bir ishini bir ishonmagandek bishini langishdi. Chida apsi gullikni ratligili chiqib ketganda Xiaomei fursatdan foydalanib dorixonaga telefon qilib, dorining zodi nima rol borligini so'radi. U ig'iz ochmay turib prikazchik apsining ismini yiqimliq chaqirdi. Qiz qo'rqib ketib darhol telefonni qo'yib etdi. Orqadan u karvatning yoniga kelib apsining inkasini ko'rib boqmoqchi bo'ldi. Biroq u hech qanday benormallikni bayqamadi va uzoq o'ylangandan keyin Xiaomei telefonni chiqarib bir numaraga telefon qildi. Baxtga yarasha qaysi tarafning yonida kompyuter bor bo'lib, yordamida qiz oxiri dorining haqiqiy rolining dal ig'ir yurak kesilga ishlatilganligini bildi. Bu gapni anglab Xiaomei ko'nglida xotirjam bo'lib qoldi. Qaraganda o'zi onasining xato tushunib qolgandek qiladi. Lekin qarshi tarafning keyingi so'zlari uni yangtan qoldirdi. Aslida bu xil qabiliyatning hammasi qizil ranglik. Lekin yerdagi yeshil kapsulaga qarab Xiaomeining qalbida bir xil shumliq sezim paydo bo'ldi. Lekin u o'z onasining nima uchun o'ziga ziyankesh qilganligini yaqincha qilibmi o'ylab yetolmadi. Kechki tomoq vaqtida qiz nihoyatda ehtiyotkorlik bilan onasidan o'zini kino ko'rgilab aprolmaydigan aprolmaydiganligini so'raganda onasi xushallik bilan ma'qul bo'ldi. Asiyat yana qiz dorini yanchuqqa silib yoki duki bo'lgan holda eshikdan chiqdi. Kino ko'rish jarayonida u o'zining hojatxonaga borg'usborligini bahona qilib onasining yordamini rad qildi. O'zi yolg'iz dorixonaga kelib, miyib salohiyatiga tayinib nihoyat tezla qatorning oldiga kelib bu dorining nima dorisi ekanligini so'radi. Prikazchik buning itqa birgan dori ekanligini aytdi. Qizchaq yana dorini odam yesa qanday bo'lganligini so'raganda muskulni bo'shda mang'almas qilib qo'ydiganligini aytdi. Qizchaq prikazchining so'zlarini anglab xuddi chaqmoq so'qayotgandek joyida angliqib turib qoldi. Qizchaqning chiroyida azob va umidsizlik chiqib turadi. Shuning bilan bir vaqtda benormal onasining o'ziga qarab uchqanday kelayotganligini bayqadi. Bu filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekran ko'ringan Koskor saloni qo'shilib 130 raqamni yo'llab ko'ring. Agar topolmasangiz bosh betdagi 1 zopinga qarang.